Da qo'shildi. Yana bir bor hammaga assalomu alaykum. Bugungi darsimizda sizlar bilan Fibonacci haqida to'liq gaplashamiz. Fibonacci bitta instrument. Fibonacci golden zonalari, zonalar, OT zonalar hamda 1618 sizlardan juda chiroyli dars o'tamiz va razgon zonalar haqida gaplashamiz. Ya'ni Fibonacci'da qanaqa zonalar bilan ishlash kerak, hammasini o'rganib chiqamiz. O'zi Fibonacci nima narsa desanglar, Fibonacci bu bitta taxallus. ChatGPTdan so'rasanglar to'liq ma'lumot beradi. Bu bitta taxallus. Ya'ni mana shuni tuzib chiqqan odamga taxallus qo'y Fibonacci deb aytilgan. Fibonacci bu butun atrofimizda bor narsa Fibonacci. Insoniyat tuzilishi ham Fibonacciga bog'liq. Butun nima deydi? Hamma joyda Fibonacci bor. Endi bizada asosiy kerakli o'rganlarimiz bor. 05, 0618, 0786, 1618. Men 0786ga men o'zim ishlatadigan zona 074 dan qo'shib tushuntiraman. Xo'p, endi bu uchalasi uch xil tema. Xo'p, endi boshladik. Bizda sizlarda o'rgatilgan bo'lishi kerak, ya'ni uptrend, downtrend haqida tushunchalar berib borilgan. Uptrend va downtrend bu nima degani? Bizda trend minimum H1 time frame trend aniqlashi, maksimumlarni perxa qilishi bizga uptrendda harakatni bildirar edi. Ana maksimumlar narx perxa qiladida, uptrendda harakat qilib ketadi. Bu holatda harakatini davom ettiradi. Xo'p, endi biz shu mana shu trend bo'ylab Fibonacci'ni ishlatishni o'rganamiz. Xo'p, ketdi. Birinchi zonalarimiz 05, 0618. Golden zona haqida gaplashamiz. Golden zona bu nima? Asosiy bizda narx uptrendda impuls korreksiya qilib ketayotganda impuls bayga bo'ladi. Korreksiya selga bo'ladi. Xo'p, endi korreksiyani tugash nuqtasini biza Fibonacci orqali topib olsak bo'ladi. Ya'ni Fibonacci orqali. Endi xo'p, qay holatda aniqlaymiz? Narx bizada keladi. Maksimumni tana bilan perxa qilish kerak. Bu holatda maksimum perxa bo'lganidan so'ng Fibonacci'da uptrendda svechani soyasidan maksimumga tortasizlar. Minimumdan maksimumga. Ya'ni uptrendda minimumdan maksimumga tortiladi. Shuni adashtirib o'rmanglar. Minimumdan tortib, maksimumga qo'ydim. Trend bo'ylab savdoga kiradigan nuqtamiz Fibonacci'ning birinchi zonasi, ya'ni biz aytdikki 05, 0618 zonalari bo'ladi. 05 hamda 0618 zonalari bo'ladi. Narx keladi, qay holatda savdoga kiriladi. Misol uchun Fibonacci'da zonalarimizga kirib kelganda mana 05, 0618 zonaga kirib keldi. Bizning savdoga kirishimiz qanaqa? Balansdan kelib chiqib 05 ga o'rtacha resistr limit qo'yasizlar bo'ladi 003 yokida 0618 da ham 003 qo'yasizlar. Minimalga qo'yib qo'yasizlar ikkita zonalarimizga. Keyingi savdoga kirish tartibi qaranglar. Bizda birinchi korreksiyaning tugash nuqtasi 05 0618, ya'ni golden zona hisoblanadi. Va ikkinchi asosiy impuls bilan harakat qiladigan zonamiz 0786 OT zona hisoblanadi. Nima uchun именно OT zona deyilgan shu? OT zona optimal trade entry. Optimal savdoga kirish nuqtasi. Ya'ni bu zonalarda ko'pincha SND, SNR, order blok zonalari to'g'ri keladi. Shuning uchun OT bu optimal zona, polibom ishlab beradigan zona. Va keyin qiladigan ishimiz narx 0786 OT zonaga tushgandan keyin o'rtacha riskli savdoga pozitsiyalarni ochib savdoga kirib ketsa bo'ladi. Hop, endi take profitimiz qanaqa bo'ladi? Take profit trend bo'ylab. Trend bo'ylab take profit qo'yamiz. Bo'ldi, ketdi. Misol uchun o'sha bo'ldi, bu holatda ketdi, narx impuls bilan bayga chiqib ketyapti va endi yana maksimumni perxa qilgandan so'ng shu tartibda savdoga kirib ketaverasizlar. Maksimum perxa bo'ldi, yana minimumdan maksimum Fibonacci tortiladi. Narx zonamizga kiradi va impuls bilan bayga ketadi.
Sizlarga imindan o'zimni maslahatim, imindan biz o'zimiz bozorga ishlash tartibimiz bo'yicha tushuntirsam, maqsad beradigan time frame minimum M15 time framedan boshlash kerak. Hozir buni rasmini sizlarga tashlab boraveraydi hozir. Qanday tashlaydi buni? Yo'q, tashlab bo'lmasa. Hop, endi ketdik. Qoida daftaringlarga yozib qo'yinglar. Daftaringlar bo'lsa, uptrendda Fibonacci minimumdan maksimumga tortiladi. Minimumdan maksimumga. Mana bunaqa qoida yozib qo'ysanglar bo'ladi. 05, 0618 zonalari golden zona hisoblanadi va 05, 0618 va 0786 zonalarni trend bo'ylab ishlatamiz faqat. Faqat trend bo'ylab. Bu nima degani? Maksimumdan perxa qiladi, minimumdan maksimum Fibonacci tortasizlar, narx shu holatda savdoga kirib ketaverasizlar. Xo'p, bizaga trend o'zgardi. Razvorot bo'ldi. Endi razvorotni tushunsanglar kerak. Narx trendni исторический minimum yoki исторический maksimumni perxa yoki perloq qilsa, bizada bu bozor razvorotiga to'g'ri kelar edi. Narx keldi, bizada minimumni perloq qildi. Hozir 2 daqiqa. Xo'p, endi narx bizaga исторический minimumni perloq qilib berdi bu yoqqa, ya'ni razvorot qilib berdi. Razvorot bo'lganidan so'ng bo'ldi. Endi biza trend bo'ylab Fibonacci tortishni boshlaymiz. Down trendda maksimumdan minimumga Fibonacci tortamiz. Mana maksimumdan minimumga Fibonacci tortiladi. 05, 0618 zonaga kirib keladi narx va harakatni davom ettiradi. Qoida qilib yozib qo'yinglar. Uptrendda minimumdan maksimumga, down trendda maksimumdan minimumga Fibonacci tortamiz. Adashib ketmanglar faqat jigarlar, ya'ni 05, 0618, 0786 faqat trend bo'ylab ishlatiladi. Faqat trend bo'ylab. Xo'p, endi 1618. Qaranglar, Fibonacci ishlatmaydigan vaqtlaringiz bor. News vaqtida ishlatmaysizlar. News trendga noto'g'ri tushib qolgan vaqt, ya'ni trendga qarshi ishlanmaydi. 1618 garant zonalari haqida gaplashamiz. 1618 garant TP. 1618 tarixiga to'xtaladigan bo'lsak, misol uchun deylik, bizada globus bor. Va mana globus shu. Mana shu holatni tasavvur qilinglar. Yerda globusi va Ka'bani joylashish nuqtasi globusga sirkul qo'ysanglar, 1618 zonasiga to'g'ri keladi. Yokida endi tasavvur qilinglar. Misol uchun deylik, mana bu men ya'ni ikkinchi kameraga qaranglar, mana kameram, telefonimning kamerasini qo'shdim. Ko'rinyaptimi qo'lim? Da, ko'ryapmiz. Endi qaranglar. Insoniyatda bu 1618 nima uchun kerak? Mana qo'l bukamiz, mana qo'l buklanyapti. 1618. Yokida oyoq buklanayotgan qismi 1618. Insoniyatda ham bor bu narsa. Xo'p. Endi qurilishda ham 1618 bor, gullarning ochilishida ham 1618 bor, libboy joyda 1618 bor. Garant zona shuning uchun. Shuning uchun garant zona deydi. Ya'ni tradingga olib kirilgan. Xo'p, bu qanaqa ishlaydi? Mazmunini tushundinglar degan umiddaman. Endi buni o'zini qoidachasi 1618 faqat modellarda ishlaydi. Modellarda. Modellar darsi o'tilganmi sizlarga yo endi o'tasizlar? Yo'q, hali modellar aytyapsiz. Davom etuvchi razvorot. Ular o'tilgan. Da, ularni o'tganmiz. Qanaqa mavzular o'tilgan shuni bitta e'tibor olasizlarmi?
Bu golova plicholarni o'tdik. Aha. Hali trendni ichidagi anaqa modellarga kelmadik lekin. Bo'ldi, xo'p. Drop Demak, bezdiradi, rally bezdir. Biz shularni drop aytyapsizmi? bezdirib. Supply demantlarnimi? yo'q, endi bo'ldim. Yo'q. Mavzuga qaytamiz, bo'ldi, tushundim. Qanaqa mavzu bo'lganini tushunib oldim. Demak, modellar bu nima? Biz bozorda ikki xil model bor. Razvorot model, uptrenddan downtrendga qo'shimcha tasdiq beruvchi model, Galava Plicha MW. Davom etuvchi modellar bu trendni davom ettiradi. Ya'ni korreksiyani har bitta korreksiya model bilan keladi. Ya'ni davom etuvchi modellar bilan keladi. Endi modellar deganda misol uchun Ballish flag bor. Bir narx keladi, maksimumni perxay qilganidan so'ng bu tartibda harakat qiladi. Bu tartibda keladi. Yoradi, retest buy. Endi bizda Ballish flagni aktivlashishi narx modelimizni ichki qismini ya'ni hozir nima deyapmiz? Resistance line, ya'ni qarshilik liniyasini tana bilan yorgandan keyin tasdiq bo'lib beradi. Xo'p, endi tasdiq bo'lganidan so'ng qanaqa ishlaymiz? Yorib chiqqan svechchani qaranglar, qoida. Modellarni yorgan svechchani tanasidan minimumga Fibonacci tortiladi. Modellarni yorib chiqqan svechchani tanasidan minimumga, ya'ni svechchani soyasiga tortasizlar. Endi savdoga kirishinglar qanaqa bo'ladi? M1 dan H1 gacha yorib chiqqan svechchani o'zidan bitta majburiy entry qilasizlar. Ya'ni o'sha svechchani o'zidan bo'lib bir dona savdoga kirib qo'yasizlar. Buy или sell. Ikkinchi entry Fibo 05 0618 zonalari bo'ladi. Ikkinchi entry. Endi qaranglar. Stop loss Fibo 0 o'rinda. Take profit Fibo 1618 dan 10 pips pastga. Chunki 100% bor berishga majbur emas. Bu bozorda 100% degan narsa. Keladi, modellaringizni yoradi. Tanadan minimumga Fibonacci, enterga tushib, narx impuls bilan ketishni boshlaydi. Buni ishlatmaydigan jarayonlaringiz bor, qachon ishlatmaysizlar? Trendga qarshi News'da ishlamaysizlar, SNR zonalarida ishlamaydi. Qolgan любой vaqtda ishlatinglar, любой vaqtda ishlatinglar. Yoki keyingi model Galava Plicha qanaqa aktivlash tushuntirib berganlarmi, Muhammad aka? Da. Qanaqa aktivlashadi, aytvoringlar. Dars qildinglar? Da, darsdan o'tganmiz. Xo'p, o'tgansizlar. Endi menga aktivlashni tushuntirib yuboringlar. Non pastdagi minimumni urganda market qaytishida aktivlashadi-da. Endi qaranglar. Agar o'zgarayotgan bo'lsa, minimum urib, maksimumga yetmasdan qaytadi. Endi qaranglar. Biz shu mikrofonni o'chirib turamiz. Uzr. Endi biz mana shu mavzuga bitta qo'shimcha qilamiz. Ya'ni mana ham tizimim shunday qo'shib ketamiz. Modellarni bitta aktivlash qismi bor. Muhammad aka noto'g'ri tushuntirmaganlar, zo'r tushuntirganlar. Iloji boricha Galava Plichada ikkita yelka bitta zonadan kuch olishi kerak va Galava Plicha modelimizni qorin qismi svechcha tana bilan yorib bergandan keyin bizga tasdiq bo'lib beradi, aktivlashadi. Ikkita yelka ana bitta zonadan kuch oldimi? Все, ikkita yelka bitta zonadan kuch oldimi? Tamom, Galava Plicha qorin qismi minimum tana bilan yoriladi, все нормально aktivlashadi. Потом sizlar mana shu svechchani tanasidan shunday maksimumga qo'yasizlar, ketadi. Bitta retest, dashi 1618 qarab ketadi. Bu Galava Plicha. Yoki keyingisi M razvorot modeli. Aktivlashish, ikkita maksimum bitta zonadan kuch olishi kerak va qorin qismi tana bilan yorilishi kerak. Mana bizda ikkita maksimum bitta zonadan kuch olgan va qorin qismini svechcha tanasi bilan yorishi kerak. Mana bu holatda. Tanadan
maksimumga tortasizlar, enterga chiqadi, narx oqishni boshlaydi. Mana 1618 qanaqa ishlatilinadi. Yoki W. Ikkita minimum, bitta zondan kuch olish kerak. Narx qarab ketadi bu holatda. Xo'p, nazariya tarafdan kimda qanaqa savollar bor? Hozir endi men bitta ozroq razgon, o'zimni razgon qilish usulimni bitta o'rgatib qo'yaman. Keyin realniy bozordan shuni o'rgansak bo'ladi. Mana bu yerda ham narx maksimumni perxa qilgan. Minimumdan maksimumga Fibonacci tortsa, 0,5 ga narx kirdida plus 150 pips harakat qilib berdi. Minimumdan maksimumga tortdi. 150 pips 0,5 zonadan bayga qarab ketgan. Har bitta etikat bayga. Narx maksimumni perxa qo'ydi. Minimumdan maksimumga Fibonacci tortiladi. Enter zonalarga tushib, impuls bilan ketyapti. Yana maksimum perxa qo'ydi. Minimumdan maksimumga Fibonacci tortamiz. 0,5, 0,618 zonaga tushyapti-da, golni zonadan bayga ketyapti. Keyin mana yana maksimum perxa qo'ydi. Minimumdan maksimumga tortiladi. Narx enterga tushyapti-da, 200 pips bayga ketgan. Lekin keyingisida bizda narx nima qildi? Maksimumlarni soya bilan ola olmagan, tasdiq bo'lmagan. Endi razgon qanaqa bo'ladi? Sizlarga 4 ta dars o'tilyapti, bitta o'tilganda. Sardor, ama bu zapis qilyapsizmi ish qilib darsni? Chunki tez tushuntiryapsiz-da, hammasini yozib. Конечно. Zapis bordi. Aha, xo'p, rahmat. Razgonda bitta narsa e'tibor beringlar, sizlarni biz razgonga chorlamoqchi emasman. Razgon har doim ortiqcha puldan razgon bo'ladi. Ortiqcha pul. Endi minimum M30, H1, H4 time frame'larida narx bizga bozor strukturasiga murojaat qilamiz. Maksimumni perxa qiladi. Perxa qilganidan so'ng korreksiyaga tushishi bor. Minimumdan maksimumga Fibonacci tortasizlar. Endi qaranglar. Razgonda endi bu yerda sizlarda 0,618, 0,5 kerak bo'lmaydi. Faqat Fibonaccilarga 0,74 zonani qo'shasizlar, 0,786. Narx bizani zonaga tushadi va polibom korreksiya oladi. Polibom korreksiya oladi lekin. Razgon shotinglarga shu zonaga kelganda full ochasizlar, bitta impuls beradi. Time frame'ga qaraymiz. Misol uchun deylik, Uzr, vaqtni Sardor, men bor o'zi shu yerda savolim bor. Bu yerda stop loss bo'ladimi yoki full kiradimi? Razgonda stop bo'lmaydi, akajon. Stop siz bo'ldi, tushundim. Razgonda stop bo'lmaydi. U endi stop bo'ladi. U juda katta bitta mavzu. Razgon tema o'zi katta mavzu. Prosta men qo'shimcha ma'lumot Fibonacciga bog'liqligi uchun aytib o'tib ketaman. Azartli razgon bor, azarsiz razgon bor, essendi razgon, essenar razgon, 6 xil razgon usuli bor. Uni Muhammad akam o'zlari dars davomida tushuntirib bersalar kerak, tushuntirib beradilar. Endi M30 da 30 pips take profit bor. H1 da 40 pipsdan 70 pipsgacha, H4 minimum 60 pipsdan 150 pipsgacha harakat qilib beradi. Mana shu zonalari full kirasizlar, bitta impuls oladi. Mana sizlarda razgon. Endi kimda qanday savol bor? Mavzularni nazariyasi taraflama. 15 minutlarda Sardor tushuntirib bergan hamma narsangizni real bozordan ham ko'rsatib bering. Tushunmadik o'sha. Tez gapirdingiz. Yo'q, nazariyasini tushungansizlar, men mana realniy grafikda endi ko'rsataman-da, opajonim. Uzr. O'sha keyin boya M model bilan W modelda bitta joydan minimum maksimumlar, bitta joydan razvorot oladi dedingiz-ku. Xo'p. Bizga Muhammad sal boshqacharoq tushuntiruvdilar-da. Yo'q, o'sha Muhammad akam o'rgatgan usulda ketaveradi.
Bemalol. Endi qaranglar, Ho'p. endi bozor strukturasi taraflarga yuzlanamiz, yana o'sha trend bo'ylab Fibonacci tortish. Narx maksimumni perkay qilgan, minimumdan maksimumga tortamiz, 0.5 dan qo'shib olamiz. 0.5, 0.6 so'mda. Narx zonaga kelmagan, bo'ldi. Keyingi setup qidiramiz. Bu yerda yana maksimumni perkay qilyapti narx. Sardor, a bu yerda zona interesi qolib ketdimi? Da, Yoki уже bu kelmagan zonaga. Bitta yo'q, entry atmang. bu yerga qaytadimi narx yoki уже Yo'q, qaytmaydimi? уже bu yerda qarang, keyingi mana bu yerda degani impuls korreksiya bo'lyapti mana, impuls. Mana Aha. korreksiya. Yana impuls bilan ketyapti. Da, Va maksimumni perkay qilgandan so'ng endi mana bu minimumdan, oxirgi minimumdan buni maksimumga da, tortasizlar. Keyingi da. уже mana entryga tushyapti-da impuls bilan. Entry Mhm, zonamizdan narx уже 240 pips chiqib ketyapti. mhm. Trend bo'ylab asosiysi bitta trend topib olinadi, shu bilan harakat. Yana keyin mana maksimum perkay bo'lyapti. Oxirgi minimumni maksimumga tortamiz. Entry zonaga tushyapti. 0.5 0.618 narx bitta impuls bilan 250 pips ketyapti. Yana bitta maksimum, yana perkay bo'lyapti mana bu yerda. 15 minutda 200 pips yurib beryapti. Bu zo'r. Bu zo'r degan. Minimumdan maksimumga tortamiz. Oxirgi minimumdan mana. Shunday kirganda bitta limitimizni olib mana 0.5 0.618 zonga kirgan mana kirgan va impuls bilan mana impuls bilan 250 pips. Har bitta entrylarimiz 250 pips bo'lyapti-da. Har bitta impulsini o'zi. Uncha zo'r. Yana maksimum perkay bo'lyapti. Endi bu mani entrylarim shunaqa bo'ladi. Bilmadim, chotka entry beradi. Mana Yoshi maksimum zo'r. minimumdan maksimumga Fibonacci tortasizlar. Narx full limitda olgan eng zo'r maza qilib joy full limit 0.786 ni ham olyapti-da. Impuls bilan ketyapti bozorga yana 300 pips bitta impuls o'zi. Bu o'ta zo'r Sardor, bo'lgan. Aha. Sardor, shunda buni qachon borishini biz bilmaymiz, to'g'rimi? Belgilanmagan-ku, Qarang, qachon borishi. trend bo'ylab mana trend o'sib ketyapti-yu, uptrendda. Bitimni umuman yopmaysiz. Qachonki trend razvorot olsa yopasiz. Qarab turish kerak ekanda. Misol uchun, masalan qarang, sizlar o'zingizlarga ham tushuntirilgan, ya'ni qanaqa qilib bozor strukturasi bilan harakat qilish. Ya'ni bozor strukturasida bitta qoida bor. Hozir sizlarning ichingizda hammada shunaqa bitta voqea bo'lgan. Katta zararga ushlagansizlar-da, ozroq foydaga chiqsa yopavergansizlar. Bozor strukturasi shuning uchun kerak. Biz ko'proq foydani ushlaymiz-da, biz kam zarar ko'ramiz. Qachonki qoida qilib yozib qo'yinglar, qachonki trend razvorot olsa, trend bo'ylab ochgan bitimlarimizni yopamiz. Mana bu yerdagi bitimlarimizni hali yopmaganmiz. Misol uchun mana pastdagi entrylar nima uchun? Trend chunki o'suvchi trendda ketyapti. Misol uchun mana bu yerdan kirgan entrylarimiz mana bu yergacha bitta bitimiz 900 pips, ikkinchi bitimiz mana 800 pips. Uchinchi bitimizni o'zi 570 pips. Mana keyingisi 300. O'sha siz 3 ta 4 ta entry bilan 2000-3000 pips foyda olyapsiz, 001 bilan ham 200-300. Bozor strukturasida shunaqa narsa bor. Trend qachonki razvorot olsa siz bitimlarni save qilasiz. Ungacha yopmaysiz. Patton stop loss qanaqa bo'ladi? Misol uchun 0.86 zonadan pastga tushadi-yu, misol uchun mana keldi. Oxirgisi ham 0.5 zonadan bayiga ketgan ekan. Endi mana har bitta entry qarang. Birri tagida ham qo'ysa bo'ladi, stop lossni. Odam qo'rqsa, mana shu birri tagida sal pastroq plus 10 pips Bo'ladi. qilib. Bo'ladi. Balansga qarab risk to'g'ri ushlasanglar, asosiy stop minimumda turadi. Chunki ko'proq stop losslar minimumda turadi. Minimumda. O'shanda ham minimumlarni tana bilan olsa yopiladi. Tana bilan. Endi mana qaranglar, hozirgi mana men masalan tarixdan olib gapirmayapman-da. Men bozorda hozirgi holatda ishlab berib turganman. Shunda maksimum perkay qilgan, minimumdan maksimumga Fibonacci tortiladi. Va 0.5 0.618 zona shunday kirganmiz-da. Mana impuls bilan ketyapti. 145 pips. Mana datsi mana ushyapti. Уже 150 pips turdi. Mana
Lekin mana Bu- shu если что даже 0,74 0,78 ga ham tushishi mumkin a? Da, mana shu yerda zonadan qarang. O'zi mana bu yerdan hozir biz 150 pips foyda oldik-ku. Aha. Qaytib tushgandan keyin minimal risk qilinadi. Chunki bu Fibonacci уже bir marta ishladi. Agar 0,5 zonadan kucha olmay shunday impuls bilan kelib anaqa qilsa edi, oqib kelsa edi, 0,786 dan uchib ketardi bunda. Lekin bizda hozir narx nima qildi? 0,5 0,618 zonadan уже 150 pips surdi. Keyin mana 0,786 ga tushgandan keyin minimal risk bilan nima uchun biz уже Fibonaccidan foydalanib olib bo'lganmiz. Qarang Sardor, menda ham shu yerda savol borda. Aynan hozirgi bergan zonangiz bor, 50-618. Uni bir marta ishlab berdi do'st. U minimalni qancha pips otib yuborgan bo'lsa, bir marta ishlab bergan deb hisoblasa bo'ladi. Endi mani ishlash tizimim eng kami bitta 100 pips urish kerak-da, yokida 70 pips. Time frame'ga qarab, M15, M30 da M1, M5 maksimum 50. M15, M30 minimum 50 dan maksimum 100 gacha. H1 minimum 60 pipsdan maksimum 150-200 pipsgacha ketaveradi. Вообще zo'r ekan bu strategiya. Endi qaranglar, bitta shaqqa mayli sizlar ключimni beraman, o'zim ishlaydigan ключ. Fibonacci bilan ishlayotganinglarda take profitni aniqlashni yo'li bor. Qizg'anchilik qilish yomon ko'raman, aytib o'tib ketishim kerak. Shundan boshlang. Qaranglar, maksimum perhay bo'ldi, to'g'rimi? Biza entry zonani minimumdan maksimumga tortdikda 0,5 kirish zonani aniqlab oldik. Chiqish zonani mana bu maksimumdan bunga tortasizlar-da, mana bu уровеньlari sizlarga take profit bo'ladi. Birinchi take profit 0,5, ikkinchi take profit 0,618, full take profit 0,786 bo'ladi. Men shu narsani qilsangiz kerak deb kutib edim lekin. 165 pips уже uchibdi. Ketyapti mana. Bu strategiya prosta bozorni boshqaradi. Prosta bozorni boshqaradi. Mana amaliyotdan ham sizlarga ko'rsatib, уже mana shu yerdan stop olgan joyni ko'rdinglarmi? Yo'q. Faqat trendga to'g'ri tushib olish kerak. Kimda qanaqa savollar bor mavzu bo'yicha? Hazm qilib bizni. Rosa zo'r strategiya ekan lekin. Da. Strategiya qichu temalardan. Вообще, hozir hammasini test qilish kerak qarab bozorda. Da. Sardor, shunda kamida 15 minutlik time frame'da ishladinglar-a Fibonacci'ni? Da, kamida M15. M15 da ham ishlaydi, demak. Da, конечно. M1, M5 da ham ishlaydi. Faqat Sardor, kam. sellni ko'rsata olasizmi yoki faqat hozir bayni ko'rsatib bera olasizmi? Hozir masalan bu yoqqa faqat uptrend bo'lgani uchun sell trendda maksimumdan minimum topsa bo'ladi. Mana misol uchun kichkina time frame'ga o'taman, mana bu yerda ichki down trend yasaganmiz mana. Mana bu yerda minimumni kelib perloq qilgan, mana asosiy minimum mana bu yerda turganida bozor strukturada maksimumdan minimumga Fibonacci tortaman 0,5 0,618. Keyingisi yana minimumni perloq qildi. Mana tana bilan oldi. Maksimumdan minimumga Fibonacci tortaman 0,5 0,618. Har bitta impulsini hisoblanglar. Birinchi entrylaringiz 400 pips, ikkinchi entrylaringiz 400 pips. 800 pips shosi. Mana yana down trend. Narx minimumlar perloq qildi. Oxirgi maksimumni minimumga tortamiz, bunga kelmagan. Keyingisi yana minimumlarni perloq qildi bu yerda. Maksimumdan minimumga tortamiz. Mana 0,5 0,618 plus 0,786 zonani ham o'sha olganda impuls, bitta impuls bilan tashlab yuborgan 600 pips. Yana keyin minimumlarni perloq qildi. Maksimumdan
Minimumga Fibonacci tortamiz. Enter'ga tushyapti, impuls bilan oqyapti. Tamam. Mana downtrend holati. Kimda qanday savollar bo'lsa beraveringlar. Hamma savolga javob topamiz. Tushunarli, lekin strategiya ekan. Nechta dars o'tib berganlar Muhammad akam? 8ta Zap- dars o'tdi. 8ta Za- dars o'tdi. Zapisni o'chirdim, yozib olindi dars.